Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan birgalikda trapetsiya mavzusiga berilgan testlarimiz tahlili bilan tanishib o'tamiz. Demak, birinchisi trapetsiyaning balandligi berilgan. Beshga teng, asoslari 7 va 3. Yuzasi a plus b taqsim 2 ko'paytirilgan h balandlik. Asoslar yig'indisining yarmiga teng bo'lar edi. Yig'indisining yarmini balandlik ko'paytirganimizga teng bo'lar edi. Demak, bu 10 bo'ladi. 5 kere 5 25. Birinchi savol shu, ikkinchi savol ham xuddi shu bo'ladi. Deylik, mana a desak, mana b. Buni balandlik bo'lyapti. Xo'sh, uchinchi savol endi yuza berilgan ekan. Yuza 88, demak bu a o'rnida, bu b o'rnida, s o'rnida bor. Demak s a plus b taqsim 2 ko'paytirilgan balandlik. 88 barobar a 9 13 taqsim 2 h balandlik. A 13 ekan, b 9 ekan. 22 bo'lsa balandlik 8 ga tengligini ko'rishimiz mumkin. Xuddi shu gap 4-savol uchun ham yuradi. Endi 5-savol asos top deb aytilgan ekan. Demak, a o'rnida balandlik bor, b o'rnida yuza ham bor, yuza ham mana 144 ga teng deb aytilgan. Demak, formulani yozib ketaveramiz. Xo'p, 144 ko'paytirilgan a o'rniga 15, b o'rniga x, s o'rniga balandlik o'rniga 12 yozamiz. 12 bilan 12 ni qisqartirsak, 144 qisqartirsak 12 qoladi. 24 plus 15 plus x bo'ladi. X'imiz 9 ga tengligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, xuddi shu gapni endi 6-savol uchun ham, 7-savol uchun ham ishlatsak to'g'ri keladi. Xo'p, 8-savol endi. 8-savolda hamma narsa bor. Endi o'rniga qo'yib hisoblab qo'yish kerak xolos. Demak, yuzani hisobladigan a bor, b bor va mana balandlik o'rniga kelyapti. A plus b taqsim 2 sizni formula kutyapti. O'rniga olib borib qo'yib hisoblashingizni. Tek bu yerda ham shu. Demak, a b va balandlik o'rniga olib borib qo'yib hisobini oxirigacha yuritib qo'yasiz. Xo'p, bu 4 bo'lsa, demak mana bu uzunlik 4 ga tengligini bildiradi. Demak, a nimaga teng desa, a mana ikkalasi yig'indisiga teng. B tayyor. Balandlik bitta Pifagordan foydalanib hisoblab olamiz. Mana bu uchburchak uchun Pifagor teoremasi. Demak, 3 bo'lsa, 5 bo'lsa, demak bu o'z-o'zidan 4 bo'ladi. Balandlik bunga teng. S a plus b taqsim 2 balandlik. A bor bizda 7 ga teng. Ya'ni 3 ga to'g'ri qo'shib aytyapmiz. B bor bizda 4 ga teng va balandligimiz bor bizda 4 ga teng. O'rniga qo'yib hisoblab qo'yamiz. Bu ham shunaqa ekan. 4, demak mana bu uzunlik ham 4 ga teng bo'ladi baribir. Ikkalasi bir xil uzunlik chunki teng parallel. 4 8 12, demak a bizda 12 ga teng bo'lyapti. Bu 8 bo'lsa, bu 10 bo'lsa, bu 6 ga teng bo'ladi. Balandlik ham bor, b ham bor. Formula o'rniga qo'yib hisobini oxirigacha yuritib qo'yasiz. Demak, a bizda 12 ga teng, b 4 ga teng, balandlik 6 ga teng. Bu ham xuddi shu savoldan ekan do'stlar. Demak, bitta Pifagor 15, 17 bo'lsa, bu 8 ga teng bo'ladi. Pifagorimiz ko'ra tepa ham 12 bo'ladi. Bu 12 bo'lsa, bu ham 12 bo'ladi. Ikkalasi teng. Hamma narsa bor yana. A o'rnida mana, b o'rnida bu, balandlik o'rnida mana. S barobar a plus b taqsim 2 balandlik. Xo'sh, endi teng yo'lli trapetsiya va buni yuzdan so'ng hisoblashimiz kerak bo'ladi. Balandlik tushiramiz. Bittadan balandlik tushiramiz. O'rtadagi qism 4 ga teng bo'ladi. Jami uzunlik 8 ga teng bo'lsa, 8 dan 4 ketdi, 4 ketdi, demak 2 2 qoladi. Shunda uchalasini yig'in desa 8 ni beradi. Xo'sh, bizdan nimani so'ragan? Bizdan do'stlar bizdan yuzani so'ragan ekan. Yuzani hisoblaymiz. Bu 10 bo'lsa, mana h balandlik bitta Pifagor aylantirib hisoblab chiqamiz. H kvadrat 2 kvadrat 10 kvadrati, h kvadrat 96, h teng 96. Yuzani qanday topamiz? A plus b taqsim 2 ko'paytirib h balandlik. Bu a bunga teng, b bunga teng. Demak, 8 qo'shilgan 4 taqsim 2 balandligimiz 96. Tak 8 to 16 96 desak bo'lar ekan. Shunaqa ko'rinishga keldi. Xo'p, 14-savol ham xuddi shundan. Buni qoldiramiz. 15 bilan 16 bir xil ekan. 15-savol. Teng yo'lli deb aytilmagan bu yerda. Balandlik tushirsak,
mana bu yer x bo'lsa, bu ham x bo'ladi, chunki bu teng yo'lli to'g'ri burchakli uchburchak bo'ladi. 45 gradus bo'lsa, bu ham 45 bo'lishga majbur. Bitta Pifagordan x ni topadigan bo'lsak, 3/2 kelib chiqadi. Demak, hamma narsa bor. S a plus b taqsim 2 ko'paytiruv balandlik. Demak, bu a ni o'rniga kelyapti, bu b ni o'rniga kelyapti, x o'rniga kelyapti. Demak, balandlik. Xo'sh, 3/2. Buni hisoblasak, mana bu 14, 2 bo'lsa 7, 21/2. 15 javobi shunga to'g'ri kelar ekan. 16 ham xuddi shunaqa. 17 ham shundan ekan do'stlar. Endi 18-savolga to'xtalsak bo'ladi. Teng yo'lli deb aytilgan. Balandlik tushirib olamiz ikkita. Balandlik tushirib olamiz. Demak, bu 4 bo'lsa, mana bu 4 bo'lsa, bu ham 4 bo'ladi. 12 dan 4 ayirsak 8 qoldi. Demak, 8 ni teng bo'lib beramiz mana ikkita chekkaga ham. Shunda jami 12 ni beradi. Xo'p, 90 gradus betga tushirilsa, mana bu ham 90 gradus bo'lishga majbur, bu ham 90 gradus bo'ladi. Demak, 135 dan 90 berdi bo'lsa, demak mana bu 45 bo'ladi. Demak, bu teng yo'lli uchburchak degani. Bu holda agar bu 4 bo'lsa, mana bu ham 4 ga teng degani, teng yo'lli uchburchak bo'lganligi uchun. A bizda bor 12, B bor 4, balandlik 4. Hammasi bor. O'rniga qo'yib hisobini oxirigacha yuritib qo'ysak yetarli bo'ladi. Demak, A 12 plus B 4 taqsim 2 va 4. 12 ni 4 ga 16, 16 ni 2 ga 8, 32 degan 18-savolimizning javobi bo'lar ekan. Xo'p, 19-savolni ham xuddi shu tartibda yuritsak bo'ladi. 19-savol, demak, balandlik tushirib olinadi. Demak, 90 gradus bo'ladi. Buni ham balandlik tushiramiz. Bet 6 bo'lsa, 20 dan 6 ni ayirsak 14 bo'ladi. 14 ni teng bo'lib beramiz ikkita chekkaga. Teng yo'lli bo'lganligi uchun shunaqa teng bo'linadi. Qolgan hollarda emas. Demak, mana 90 bo'lsa, bet 30 gradus bo'ladi. 30 gradus burchak qarshisiga katet gipotenuzani yarmiga teng. Demak, mana 14 ga teng bo'ladi. 30 ro'parasi 7 bo'lsa, gipotenuza 14 bo'ladi. Demak, bu balandligi Pifagor teoremasida hisoblasangiz 7/3 kelib chiqadi. Demak, A 20 ga, B 6 ga, balandlik 7/3 ga teng. Va formulamiz A plus B taqsim 2 ko'paytiruv h balandlik. Yuqoridagi qiymatlarini o'rniga qo'yib, oxirigacha yetkazib qo'yasiz. Demak, bu yerda h balandlik so'ragan edi. H balandlik to'g'ri burchakli uchburchak bo'lsa, h kvadrat x y formulidan foydalanamiz. To'g'ri burchakli uchburchak uchun soyalar vazifasi kelyapti. 9 va 4. Demak, h kvadrat teng bo'ladi 9 ko'paytirgan 4. Demak, h teng bo'ladi 6 ga. Demak, bu 6 bo'lsa, endi do'stlar bitta narsani aytib o'tib ketay. O'rta chiziq. Mana bu do'stlar, mana shu uzunlik, mana shu sariq uzunlik, ya'ni 9 a plus b taqsim 2 ni ga teng mana shu uzunlik. Mana shu sariq uzunlik 9 ga teng. Demak, bizda a plus b taqsim 2 ni o'rnida hozir 9 kelyapti. Buni o'rnida 6 kelyapti. 9 6 ko'paytirsak 54 degan javob bo'ladi 20-savolda. Xuddi shunaqa endi 21-savol, 22-savol, 23-savol bir xil savollar bo'lar ekan do'stlar. Bittasini ko'rib o'tib ketamiz mayli. Tak aytaylik. Bitta hamma narsa berilgan do'stlar marta. Mana bu hozir o'rta chiziq, ya'ni a plus b taqsim 2 o'rta chiziq. Buni mana balandlik ikkalasini ko'paytirib qo'ysak javob kelib chiqadi. 200 bo'ladi, misol 22 ni javobi. Bitta hozir 6 debdi, 10 debdi, demak bu 8 bo'ladi. Pifagor teoremasiga ko'ra, agar bu 8 bo'lsa, h kvadrat x y dan bitta ham topib olsak bo'ladi. Demak, bu 6 bo'lsa 24 ga teng bo'ladi, chunki uzr 24 debman. Bu agar qandaydir bir harf bo'lsa, a emas, keling bitta y tak x deb turaylik. X bo'lsa, mana bu to'g'ri burchakli uchburchak bo'lganligi uchun mana bu formuladan foydalanish imkoniyati ochiladi. Ya'ni 8 kvadrati h o'rnida kelyapti hozir va x ko'paytirib 6 bo'ladi. X teng bo'ladi 64 taqsim 6 yoki 32 taqsim 3 desak bo'ladi. S barobar mana bu a plus b taqsim 2 ni uzunligi sariq joycha. Demak, bizda 32 taqsim 3 aynan o'sha a plus b taqsim 2 bo'ladi. Xo'sh, demak a plus b taqsim 2 ko'paytiruv h balandligi, ya'ni 32 taqsim 3 ko'paytirilgan h o'rnida endi 8 kelyapti. 128 taqsim 256 ekan. 256 taqsim 3 degan javob keltirib chiqaramiz bu yerda. Xo'p, 22, 23 ham yuqoridagidek 24. Demak, 7 bo'lsa, keling birgalikda hisoblab ko'ramiz. Demak, mana bu 7 bo'lsa, ikkinchi balandlik tushiramiz. Bu ham 7 bo'ladi. Agar bu 7 bo'ladigan bo'lsa, bitta AD bilan hop, endi nimani topishimiz kerak do'stlar? Biz mana balandlikni topsak bo'ldi hozir. Mana 20 bo'lsa, 7 bo'lsa, h balandlikni bitta Pifagordan hisoblab olamiz. 20 ni kvadrati h
h kvadrat plus 7 kvadrat. H kvadrat teng 400 dan ayiramiz 49 ni. Taxminan shu 351 larga to'g'ri keladigan javob bo'ladi. Men bor uzr. Hozir mana bu yerda. Bu 7 deganimiz oxirigacha emas-ku. 7 deganimiz oxirigacha emas, do'stlar. Tengligini hisobga olamiz faqat. D 20 ga teng, A 7 ga teng. A bilan B teng 90 gradus deyilgan. Tamam, boshqa gap yo'q bu yerda. Endi mana bunday qilsak bo'ladi do'stlar. Mana bu yerda x deb belgilab olsak, mana shu qismni x deb belgilab olsak, bu o'rta 7 bo'laveradi. Bu ikkalasi teng bo'ladi, chunki bu ham 7 bo'ladi. X bo'ladi. Shunday bemalol x topsak bo'ladi. A kvadrat x, ya'ni to'g'ri burchak uchburchak bo'lganligi uchun A kvadrat A o'rnida hozir 20 kelyapti. Hop, x o'rnida balandlik tushirilgandan keyin hosil bo'lgan. Demak, x plus 7 ko'paytirilgan, ikkinchisi mana x bo'ladi. X kvadrat plus 7x minus 400 barobar 0. Bu endi necha bo'ladi endi? 400. Hipotenuzamiz do'stlar 2x plus 7 bo'lmaydimi? 2x plus 7 bo'lar ekan mana hipotenuza. Demak, x plus 7 ni ko'paytiraman. Mana bu yerga 2x plus 7 ga. Hop, 4 teng bo'ladi. 2x kvadrat 7x plus 14x plus 49. Hop, 4 2x kvadrat 21x plus 49. Yaxshi. Endi yuzasini hisoblaymiz. Yuzasi nima edi? S barobar A plus B taqsim 2 midi? A o'rnida 7, B o'rnida 2x plus 7 taqsim 2, balandlik o'rnida balandlikni ham hisoblashimiz kerak edi. H kvadrat xy dan. H kvadrat xy nima edi? X plus 7 ni ko'paytiramiz 7 ga. X ga. Hop, demak, ildosida bo'lib ketar ekan. Buni hisoblasak 7 ga 7 14. Ildosida x plus 7. Hop, 7 plus x plus 7. Ana shunaqa ko'rinishda kelib qoldi. Hop, endi bu yerda x topa olamizmi yo'qmi ekan? X topa olamizmi yo'qmi? Hop, mana bu kadar tenglama ishlansa x barobar 9 chiqar ekan. X o'rniga 9 qo'ysak, demak bu 9 ga 16 bo'ladi. Bu 9 ko'paytirilgan 16. 16 ko'paytir 12. 16 12 ko'paytirsak 10 tas 160 192 degan javob kelib qolar ekan.
Xo'sh, endi keyingi savol. 25 bilan 26 bir xil ekan. Demak, A 8 ga teng. 8 ga teng ekan A. BD 9 ga teng ekan. S barobar 1 taqsim 2 D1 D2 sinus fi. Bitta formuladan kelib chiqadigan misol. Demak, D1imiz 8 ga teng, D2imiz 9 ga teng, fi burchagimiz 45 ga teng. S barobar 1 taqsim 2, 8 ko'paytirga 9, 45 ga rasul 2 taqsim 2. Buni qisqartirsak 2 bo'ladi. Demak, javobimiz 18/2. 25 javobi 18/2 degan variant. Xo'p, 26 ham shundan ekan. 27-chi. A'si nechiga teng? A'si 10 ga teng ekan do'stlar. Demak, BD-chi, BD ham 10 ga teng. Bu degan teng yo'lli degan. Teng yo'llining diagonallari teng bo'ladi. Demak, 10 bu 30 gradus deb aytilayotgan ekan. BD ham 30 gradus. Mana bu ham 30 gradus ekan do'stlar. D'si ham 30 ekan. ASD ham 30 ekan, qarang. 30 bo'lyapti. Bizdan endi savol so'ragan. Xo'p, buni ham mana bu ham 30, buni ham 30. Mana bu burchagimiz 60 gradusligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Chunki mana bu 3 burchakning burchagi ikkita ichki burchak, tashqi burchak yig'indisiga teng. Ya'ni ikkita ichki burchak yig'indisi o'ziga qo'shilmagan tashqi burchakka teng. 60 berilgan. Demak, D1imiz 10, D2 10, fi 60. Bu holda S barobar 1 taqsim 2 D1 D2 sinus fi formuladan oxirigacha yetkazib qo'yamiz. Bu ham shu savol. Demak, bu yerda 45. Agar bu 45 bo'ladigan bo'lsa, demak, mana burchagimiz 90 bo'lishga majbur bo'ladi. Agar bu yerda 90 gradus bo'ladigan bo'lsa, yuqorida mana D1 D2miz bor. D1 D2 ikkalasi ham 12 ga tengligini, fi 90 ga tengligini ko'rib turibmiz. Demak, bu oxirigacha yetkaziladigan joyi. Xo'p, o'rta chizig'i, demak, L berilgan, ya'ni A plus B taqsim 2 8 ga teng ekan, H 6 ga teng ekan. Yuzasini hisoblang. A plus B taqsim 2 ko'paytiruv H. Hamma narsani berib qo'yibdi. Ko'paytirib hisoblasak bo'ldi ekan. D1imiz bor, D2miz bor, ro'rasli burchak fi bor. Demak, yuzasini hisoblash 1 taqsim 2 D1 D2 sinus fi dan foydalansak bo'ladi. Xo'p, buni ham sizga qoldiramiz. Teng yo'lli trapetsiyaning diagonali D1 D2 berilgan. Teng yo'l trapetsiyada yozib qo'ysangiz bo'ladi. Diagonallari o'zaro teng va ular orasida burchak sinusi, sinus fi ham berib qo'yilibdi. 3 taqsim 5 trapetsiya yuzasini hisoblang. 1 taqsim 2 D1 D2 sinus fi formulaga qo'yib, hammasini hisobini oxiriga yetkazib qo'yasiz. To'g'ri burchakli trapetsiyani o'tmas burchagi. To'g'ri burchakli trapetsiyani o'tmas burchagi. Mana burchak aytyapti 120. Katta yon tomoni, demak, buni aytyapti 8/3 mana katta yon tomon hisoblanadi. Bu kichik yon tomon. 8/3 o'rta chizig'i esa L. Demak, A plus B taqsim 2, ya'ni 18 ga teng ekan. Bitta panelga tushirsak 90 gradus bo'ladi. Demak, mana bu ham 90 bo'lishga majbur. Bu ham 90 bo'lganligi uchun demak, mana 30 gradus bo'lishga majbur. 30 gradus burchak qarshidagi katta gipotenuzning yarmiga teng 4 taqsim 3 bo'ladi. Buni hisoblasak endi 24 12 ekan. 12 ekan, uzr, 12 bo'ladi ekan. Demak, bu balandlik bo'ladi. Mana bu uzunligi 12 ga teng. Pifagor teoremasidan kelib chiqdi. Demak, balandligimiz 12 ga teng. Hamma narsa tayyor. L ko'paytiruv H. L bizda 18 ga teng. H balandligimiz esa 12 ga teng. Ikkalasini ko'paytirib oxiriga yetkazib qo'yasiz. Yoki qo'yamizmi? 180 ga 192 bo'ladi, bu ham. 32 javob 192 bo'ladi. Tak, 180 ga 36. 216 ekan. 216 bo'ladi. Xo'p, yon tomoni 10 ga, asoslari 6 va 18 ga teng bo'lgan teng yo'l trapetsiya yuzini hisoblang debdi. Yon tomon nechaga teng? 10 ga teng. Asoslar 6. Balandlik tushiramiz. Balandlik tushirsak, mana o'rta qismi 6 bo'ladi. Jami 18. 6 bo'lsa, 18 dan 6 ni ayirsak 12 qoladi. 12 ni teng-teng bo'lib beradi, teng yo'lli bo'lganligi uchun. Yon tomon 10 bo'lsa, balandlik 8 bo'ladi Pifagor teoremasidan. Demak, SA bizda bor 18 ga tengligi, B bor 6 ga tengligi, H 18 ga teng. A plus B taqsim 2 ko'paytiruv H balandlikdan foydalanib oxirigacha yetkazib qo'yamiz. Xo'p, bu endi necha bo'ladi ekan? Buni qisqartirsak 4. Demak, bu 96 degan javobga to'g'ri kelar ekan. 33-savolimiz javobi 96. Xo'p, to'g'ri burchakli trapetsiyaning asoslari A bor, B bor, katta yon tomoni 10. Uni yuzini hisoblang debdi. Buni ham hisoblab qarab o'tib ketamiz. Demak, bu 6 ekan. Balandlik tushirganimizdan keyin hosil bo'lgan 6. Bu ham 6 bo'lishga majbur, chunki jami 12 ekan.
12 bo'lsa bu 10 ekan yon tomoni. Katta yon tomon 10 ga teng ekan. Hozir bu 8 bo'ladi Pifagor teoremasidan. S barobar A bor bizda, B bor bizda va H balandlik bor. O'rniga qo'yib hisobini yuritib qo'yamiz. A plus B H demak S barobar 6 ko'paytirib 12, 6 qo'shib 12 demak 8. 72 4 96 bu ham. 72. Xo'sh, keyingi savol teng yo'l trapezdan kichik asos 10 ga, yon tomoni 6 ga teng. Yuzini hisoblang debdi. Kichik asos 10 ga teng ekan do'stlar. Yon tomon 6 ga teng va asosdagi burchagi balandlik tushirib olamiz albatta. Bu 60 ekan. Agar 60 bo'lsa, mana 30 gradus bo'ladi. 30 gradus burchak qarshi katet gipotenuzaning yarmiga tengligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu yerda ham xuddi shu gap ketadi. 30 gradus bo'ladi, bu yerda 3 bo'ladi. Demak, o'rta 10. Demak, bizda A katta asosimiz bor. 3 plus 10 plus 3 ya'ni 16. B ham bor 10 ga teng. Balandlikchi. Mayli 3 o'ldosi 2 bo'ladi Pifagor teoremasidan. H ham bor 3 o'ldosi 2. Yuzasini hisoblash uchun xalal beradigan birorta narsa qolmadi. Hammasini hisobladik. Demak 16 ga 10 ni qo'shib oxiriga yuritib qo'yamiz. Bu nima degani endi bu? S barobar 16 ga 10 ni qo'shamiz. 16 ga emas, 10 ga 16 ni qo'shamiz. 2 ga bo'lamiz. Balandligini ko'paytiramiz. Balandligimiz 3 o'ldosi 2 bo'ladi. Demak bu 32 bo'ladi. 26 bo'ladi. 26 2 13 39 o'ldosi 2 degan javobga to'g'ri keladi 35-savolimizda. Xo'sh, trapezdan o'tkir burchagi sinusi deb aytiladi. 36-savolimizda. 36-savol teng yo'l trapezani, demak, asoslari 10 va 18, tepasi 10, past 18. Holda balandligini aytyapti. Balandlik tushiramiz. Balandlik tushirsak o'rta 10 bo'ladi. Ikkita chekkamiz 4 o'rdan bo'lishib beriladi. Xo'p, mana bu necha ekan? Alfa sinus alfamiz 3 taqsim 5 ekan. Demak, bu yerda 3 desak, bu yerda 5 desak bo'ladi bemalol. A bizda bor 18, B bor 10 ga teng, balandlik 3 ga teng. Demak, S barobar A plus B taqsim 2 ko'paytiruv H formuladan bemalol foydalansak bo'ladi. Sinus qoidasi burchak qarshi katetning gipotenuzaga nisbati edi. 10 ga 18 ni qo'shib 2 ga bo'lib balandligini ko'paytirsak 28 52 degan javob bo'ladi mumkin. On to'g'ri ko'paytirib 42 bo'lar ekan. Xo'p, endi keyingi savolga o'tib olamiz do'stlar. 37-savol. A-bimiz. A bizda 2x ekan, D esa 3x ekan. Xo'p, buni bunga nisbatan toping deb. Tepa S1 bo'lsa, past S2. Demak, S1 S2 ga nisbati A1 A taqsim 2 ga nisbati kvadrati. S1 taqsim S2 A1 o'rnida hozir bizga kelyapti. 2x 3x kvadrat. Demak, 4 taqsim 9 bo'ladi. Xuddi shu gap, demak, tepa 18 ekan, past S2, tepamiz 3x degan A 3x ga tengligini ko'rsatib o'tib ketyapti va D esa 4x. Demak, S1 taqsim S2 barobar A1 taqsim A2 ni kvadrati formuladan foydalanamiz. S1imiz 18 ga teng, S2miz A1imiz 3x, bu 4x kvadratga oshiramiz. Kvadratga oshirsak 18 taqsim S kvadrat, 9 taqsim 16. Buni qisqartirsak 2, S2miz 32 ga tengligini ko'rishimiz mumkin. 38-savolimiz javobi 32. Xo'p, 39-chi. 39 ham yuqoridagi misol kabi ishlanar ekan. Demak, buni ham sizga qoldirib ketamiz. SAO'ni AOBga nisbati deyilgan ekan do'stlar. Shu yerda formulani yozib qo'ysak bo'ladi. Mana bu uchburchaklarimiz yuzasi o'zaro teng bo'ladi mana bu. Yon tomonda joylashgan uchburchaklarimiz yuzasi teng bo'ladi. Tepa S1 bo'lsa, past S2. Endi mana shu S'imizni yuzi nimaga teng bo'ladi desa, do'stlar, S1 S2 ko'paytmasiga ko'paytirib ildiz chiqarganimizga yoki o'rta proporsionalga teng bo'ladi. Qarang, endi bu yerda nima degan? A-bimiz tepa 2x ekan, pastimiz 5x ekan, mana pastga katta asosimiz. Demak, S1 taqsim S2miz teng bo'lishi kerak. A1 taqsim A2 ni kvadratiga to'g'ri kelish kerak bo'ladi. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, S1 taqsim S2mizni quyidagicha yozsak bo'ladi. Demak, A1 o'rnida 2x taqsim 4x 5xmi? 2x taqsim 5x kvadrati. Demak, bu x bilan qisqartirib yuborsak 4 taqsim 25 bo'ladi. S1 ni 4 desak, S2 ni 25 desak to'g'ri keladi. Demak, S barobar 4a 25a deb yozib ketaveramiz. S barobar shunda 10a ga teng bo'ladi. Demak, mana bu yerimiz 10a bo'lar ekan. Yon tomonlarimiz 10a. Xo'p, bizdan nimani so'ragan? SAO'da. Qaqras 10a ni so'ragan. 10 bo'lingan AOBchi. AOB S1 edi. S1 nimaga teng edi? 2. 4a ga teng ekan. Mana S1 4a. Demak, S1 4a deb yozamiz. 4, ya'ni 10 ni 4 ga bo'lsa, karim degan javob kelib chiqar ekan 39-savolimizda. Xo'sh,
Keyingi savol bu 6 ga teng ekan. A da demak mana bu 6 ga teng bo'lsa, bu ham 6 ga tengligini ko'rishimiz qiyin emas. Bu yuqorida aytganimizdek. Endi mana bu A-imiz aytyapti, A-imizni 2 ga teng debdi, 2x deb yozamiz. C dan 3x deb yozamiz. 3x. Endi hisoblaymiz endi bu yerda yana do'stlar. S1 S2. S1 S2 ga nisbati 2x da 3x ni kvadrati bo'ladi. 4 taqsim 9 bo'ladi. Xo'p, 4 taqsim 9 bo'lsa, mana bu endi S1 ku bu. Biz buni 4a deb belgilab turaylik yuzani, buni esa 9a deb yuzdan belgilab turaylik. 6 nimaga teng edi? 6, ya'ni S nimaga teng edi desa, S ildizi S1 S2 ni ko'paytmasidan ildizi olganimizga teng edi. S'imiz bizda hozir 6, 4a, 9a, demak bu bo'ladi. 6 barobar 6a, A1 ga teng bo'ladi. Agar A1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, xo'la shu yuzamiz o'zi 4, shu yuzamiz o'zi 9 bo'ladi. Bizdan nimani so'ragan? A, O, B ni so'ragan. A, O, B so'ralgan bo'lsa, mana bu yuzda so'ralayotgan bo'lsa, 4 ekan. 40-savolimiz javobi 4 bo'ladi. Xo'p, endi tayyor qilib berib qo'yibdi mana yerda. Bu 4 ekan, bu 9 ekan. Shu nimani top degan? A, O, B 4 ekan, A, O, B va D, O, S 9 ga teng degan. Endi mana A oldim. Mana top S ni top debdi. S yana 4 ni 9 ga ko'paytirib, ildizdan chiqarganimizga teng bo'ladi. Yuqorida aytilgan gaplar bo'yicha ish davom ettirilyapti. A, O, D nimaga teng? A, O, B demak 6 ga teng ekan, D, O, S 24 ga teng ekan. A, O, D nimaga teng? Buni ham xuddi shu tartibda ishlab qo'yasiz. Endi A, O, B mana 9 ga teng ekan, buchi 16 ga teng ekan. Biz ham mana uni so'ragan. Mana bu ikkita yon tomondagini topishimiz kerak. Bu uchun S barobar 9 va 16 ga ko'paytiramiz. Shunda 12 chiqadi bundan. Demak bu ham 12, bu 12, bu ham 12 ekan. U holda o'zi trapetsiyamiz 4 uchburchagimizdan iborat emas, o'sha 12, 12, 9, 16 demak 24 plus 25 demak 49 degan variantga to'g'ri keladi. 43 javobi 49. Xo'p, 44-savolimiz ham xuddi shunaqa. A, O, B demak 16 ga teng, D, O, S demak 25 ga teng, ya'ni yuqoridagidek hisoblab qo'yishimiz kerak bo'ladi. A, O, B 4 ga teng, D, O, S 49 ga teng, A, B ni hisoblab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi bet 3 ekan, bet 6 ekan. Mana bu uchburchagimizni tomoni, mana bu uchburchagimizni tomoni 6 bo'lyapti. Xo'p, bizga aytganki A, O, B tepa 4 ekan. Mana S1imiz, S2mizni topib olsak bu taraf ketadi. S1 taqsim S2, A1 taqsim A2 ni kvadrati deb o'rgandik. Demak S1imiz 4 ga teng, S2miz yo'q. A1 mana A1 o'rniga kelyapti, mana bu A2 o'rniga kelyapti. 3 taqsim 6 ni kvadrati. S2miz 16 ga tengligini ko'rishimiz mumkin. Demak, yozib chiqamiz qaytadan. Tepadagi mana bu uchburchagimizning yuzasi 4 edi. Pastdagi bu yerda topganimiz 16 ekan. Mana bu yon tarafdagilar yuzasini hisoblashimiz kerak. Buning uchun biz 4 dan 16 ko'paytirib bizdan chiqarishimiz kerak 8 bo'ladi. Demak, bu yerlar 8 ga teng. Agar bu 8 ga teng bo'ladigan bo'lsa, umumiy hisobda olishimiz kerak bo'ladi. 20 qo'shilgan 16. Demak, 36 ga olib boradi. 46 javobi xudo xolasa 36 bo'lib turibdi. Xo'p, 47. 47 ham shu. A-imiz x ga teng ekan, D-imiz 3x ga teng ekan. A, O, B'imiz 2 bo'lyapti. Bizdan umumiy hisobini toping debdi. Demak, S2 ni topib olinadi. S1imiz bor. S topilib oxiriga yetkaziladi. Demak, birinchi S1 taqsim S2 dan, A1 taqsim A2 dan topib olamiz S2 ni. S2 ni topgandan keyin S topamiz do'stlar. S1 S2. Bu yerdan ham S chiqadi. Tepada chunki S1 S2 paydo bo'ladi. Keyin S trapetsiya yuzasini hisoblash uchun 2S plus 2 plus S2 ni topamiz. Yuqorida hammasi paydo bo'ladi mana. Tartib bilan o'rniga qo'yib hisobini yuritib qo'yamiz. Xo'sh, bu ham shu savoldan ekan do'stlar. Faqat endi bu yerda 75, 48 dan boshlaymiz. Demak, D, O'miz nechaga teng? D, O 3 ga teng ekan. D, B-chi 5 ga teng ekan. Qani D, O 3 ga teng bo'lsa, mayli 3x ekan. D, B-chi 5 ga teng. Demak, tepa 2x ligini ko'ryapmiz. Mana bu S1, bu S2 yuza. S1 taqsim S2, A1 taqsim A2 ni kvadrati deymiz. S1 taqsim S2 barobar 2x 3x ni kvadrati, ya'ni 4 taqsim 9 bo'ladi. Agar tepani 4a desam do'stlar, bu yerda 9a deb aytishim kerak bo'ladi. 4a 9a bo'ladigan bo'lsa, bularni o'chirib turaman. Mana bu yuzalar S ni hisoblaymiz. Do'stlar, S1 S2 ildizdan chiqarsak bo'ldi. Barobar 4a 9a ildizdan chiqaramiz 4a 9a ni. Demak 6a. Mana biqindagi mana bu uchburchakchalar 6a bo'ladi. Demak, umumiy hisobda hamma a'lar yig'indisi
25a bo'ladi. 25a 75 ga teng bo'lsa, a 3 ga tengligini ko'rishimiz mumkin. Bizdan a ob so'ralgan ekan. A ob 4a ga to'g'ri kelib turibdi. Demak 12. 48-savolimiz javob 12 bo'lar ekan. Endi be bilan s teng debdi. S a e d e mana bu 10 ga teng bo'lsa, qolganini hisoblang debdi. Do'stlar, mana bu taraf a taraf bo'lsin, mana bu taraf b taraf bo'lsin. Endi shu yerda bitta ish qilamiz sizlar bilan birgalikda. Fales Bovon teoremasiga ko'ra mana uni yordamchi o'tkazib olamiz. Ya'ni mana bu chizig'ini davom ettirib olamizda. Davom ettirib olamiz mana. Fales Bovon aytganki, mana agar teng bo'lsa mana bu ham, mana kesmalar ham teng bo'ladi bir-biriga degan. Ya'ni h bo'lsa, bu ham h bo'ladi. Endi mana bu uchburchakning yuzasini yozing desa, qanday yozamiz bilasizmi? S1 bo'ladigan bo'lsa, B asos bo'lyapti. Asosni balandlik ko'paytiramiz. Mana shu uchburchagimizning balandligi do'stlar, mana shu h bo'ladi. B h taqsim 2 bo'ladi. S2 mana bu yerda hisoblasak, S2. S2 yuzasi nimaga teng bo'ladi desa, S2 ning do'stlar yuzasi A ni ko'paytiramiz. Mana shu uchburchak yuzasi asosni ko'paytiramiz. Mana h balandligi AH taqsim 2. Endi trapetsiyaning yuzasi nimaga teng desa, trapetsiyaning yuzasi A plus B taqsim 2. Trapetsiyaning yuzasi do'stlar mana ikkalasini yig'in desa 2h ga teng bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Endi trapetsiyaning yuzasi o'zi mana bu S1 dedik, mana bu yerda S2 dedik, mana bu S3 da uchalasini yig'in desa S1, S2, S3. Chunki trapetsiyamiz shu 3 ta qismga ajratib tashlangan. S1, S2, S3. Mana shuni topishimiz kerak ekan. Hozir qiladigan ishimiz shu. S trapetsiya. Xo'p, S1 o'rniga nima yozamiz? S1 o'rniga BH taqsim 2. Yaxshi. S2 o'rniga AH taqsim 2. Yaxshi. S3 o'rniga 10. S trapetsiya o'rniga A plus B taqsim 2, 2H. Yaxshi. Endi bu yerdan olib chiqib ketamiz. Hozir bizdan nima so'ragan? SADE. SADE berilgan bo'lsa, trapetsiya yuzasini hisoblang deb so'ralgan ekan. Mana bu yerda hozir 10 ni qoldiramiz. Qolgan bu tarafga olib o'tamiz. A plus B taqsim 2, H taqsim 2H. Mana bu yerdan ham H taqsim 2 qavsini tashqari chiqarib yuborsak, H taqsim 2, H taqsim 2 bor. Qavsini tashqari chiqarsak, A plus B taqsim 2 H da. Endi A plus B taqsim H qavsini tashqari chiqarsak, bitta 2 ta ekan, bitta ekan, bitta qoladi. A plus B taqsim 2 H qoladi. Bizga shuni 2 marta ko'paytmas kerak. 2 ko'paytirilgan, mana bu bizga 10 ga tengligini mana topib oldik. Demak, 2 ni 10 ko'paytirsak 20 degan javob bo'ladi. Trapetsiyamiz 20 ga teng ekan. Demak, endi do'stlar shu yerda bitta xulosani qilib olamiz. Demak, mana bu shakl, mana bu uchburchak yuzasi, mana shu uchburchakning yuzasi ikkita mana uchburchak yuzasiga teng ekan, mana qizil. Ikkita mana qizil uchburchak yuzasiga teng ekan, qarang. Ana shunga tengligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni agar men aytib 10 ga teng bo'lsa, bu ikkalasini yig'in desam 10 ga teng bo'ladi. Ya'ni 4 6 bo'ladimi, 3 7 bo'ladimi, yo bizga noma'lum. Yig'in desa 10 ga tengligini ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Demak, men aytib 15 deb berilgan. Demak, men ikkalasi yig'in desa 15 bo'ladi. Demak, umumiy hisobda 30 degan javob kelib chiqadi. Bu ham shundan ekan. DES berilgan ekan. Demak, DES mana aytib 12 bo'lsa, ABE mana 5 bo'lsa, demak, men 17 bo'ladi. Ikkalasini yig'in desiga teng-ku. Demak, umumiy hisobda trapetsiyamiz yuzasi 34 ga tengligini ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Uchalasini yig'in desida. Xo'sh, endi abs trapetsiyada AE va E da. Xo'sh, B ga 8 ga teng. Xo'sh. Endi B ga 8 ga teng bo'lyapti. Mana bu endi nima bu? Yon tomonga median o'tkazilgan ekan. Medianni tursak bo'ladi va o'sha medianaga perpendikulyar tushirilyapti. Shuni tushunsak bo'ladi. Xuddi hozirgidek yana chizib olamizda, oxiriga yetkazib qo'yamiz. Ya'ni mana buni chizsak, yuqoridagi misolimiz aynan o'zida, do'stlar. Biz mana hozir uchburchak yuzasini topib olsak, mana shu uchburchak yuzasi bormi bizda B ga?
Esi bormi? Esi ham bor ekan 10 mana do'stlar. Demak, mana qizil uchburchagimiz yuzasi nimaga teng desa, ikkita chekka deb aytganimizdek. Mana shunga teng deydi. Xo'p, biz qizil uchburchak yuzasini hisoblaylik. Qizil uchburchagimiz yuzasi teng bo'ladi 8 ni balandlikni asos ko'paytmasini yarmiga teng. Ya'ni 40. 40 bo'lsa, ikkita ko'k ham 40. Demak, umumiy hisobda 80 bo'ladi trapetsiyamiz yuzasi. Mana ikkita ko'kimiz yig'indisi 40 ta, ikkalasi yig'indisi 40. Yuqorida gaplashganimiz kabi. Bu yerda 53 ta ham xuddi shunday qilib tartib qo'ysak bo'ladi. Agar teng yo'lli trapetsiya bo'lsa, buni qoida sifatida yozib qo'ysangiz bo'ladi. Pifagor teng yo'lli trapetsiya bo'ladigan bo'lsa, do'stlar, diagonallar perpendikulyar bo'lganda L kvadrat H kvadrat bo'ladi. Ya'ni o'rta chiziq bilan balandlik teng bo'ladi. A plus B taqsim 2 ga. Nimaga unaqaligini hozir tushuntirib o'tib ketaman. Demak, bizda demak, yuzamiz A plus B taqsim 2 desak ham bo'ladi dedik. A ni o'rniga bizga 4 kelyapti, B ni o'rniga 8 kelyapti. 2 ga bo'lsak 6 bo'ladi. 36 chiqadi umumiy javobda. 36 deb bemalol ishib ketsak bo'ladi-yu. Bu yerda endi biz ozgina fikr berishimiz kerak bo'ladi. Qaranglar. Mana buni parallel ko'chiramiz. Mana shu parallel ko'chirilgan mana bo'ladi. Parallel ko'chirilgan mana shu bo'ladi, do'stlar. Endi parallel ko'chirilsa, mana bu parallelogram bo'ladi, do'stlar. Agar bu parallelogram bo'ladigan bo'lsa, bu to'r bo'lsa, mana bu ham to'r bo'ladi. Mana bu diagonal, do'stlar. D ga teng yo'llikda, bu ham diagonal. Mana ikkalasi ham diagonal. Chunki BD bilan mana A F teng ikkalasi. Bu qanaqa shakl? Men perpendikulyar tushiramiz. Perpendikulyar tushirsak, bu teng yo'lli to'g'riburchakli uchburchak bo'ladi. Mana bu qizilimiz teng yo'lli to'g'riburchakli uchburchakni ga tushirilgan balandlik bo'ladi bu. Balandlik esa mana buni yig'indisini yarmiga teng. Gipotenuzamiz 4 plus 8 edi. 4 plus 8 yarmiga teng bo'ladi. Ya'ni 6 ga teng bo'lar ekan. Bu degani o'rta chiziqqa teng bo'lib qoldi balandlik degani. Shuning uchun teng yo'lli to'g'riburchakli, teng yo'lli trapetsiyani diagonallar perpendikulyar bo'lsa, o'rta chiziqda kvadrati balandlik kvadratiga teng yuzadi deb hisoblasangiz bo'ladi. Bu yerda ham shu gap ketadi. Demak, A bor, B bor, bemalol formulasini hisoblab oxirigacha yetkazib qo'ysangiz bo'ladi. Demak, S L kvadrat H kvadrat yoki A plus B taqsim 2 ni kvadrati. Bizda A ham bor, B ham bor, oxirigacha yetkazib qo'yasiz. Xo'p, bu ham shundan ekan, do'stlar. Balandligimiz 10 ga teng ekan, yuzasini hisoblang degan. Demak, H kvadrat, ya'ni 10 ni kvadrati 100 demoqchimiz 56-savolda. 57-savol. Endi 57-savolga e'tibor qaratamiz, do'stlar. Bunga ham xuddi boyagidek parallel tushiramiz. Mana parallel, shunga parallel tushiramiz mana. Bu yerda yana parallelogram hosil bo'ladi. Va yana e'tiborli joyi, bu perpendikulyar bo'lsa, mana bu ham perpendikulyar bo'ladi. Yuqorida ham shu narsani aytib o'tib ketdik. Bu perpendikulyar bo'lsa, bu ham perpendikulyar bo'ladi. Bu 2 bo'lsa, bu ham 2. Mana balandlikka e'tibor bersangiz, do'stlar, balandlik nimaga teng desa, balandlik H kvadrat x y ga tushyapti. Qanaqa qilib H kvadrat x y desangiz, mana bu uchburchak bo'ladi. Shu uchburchakning balandligi 2 bilan 16 esa proyeksiya o'rnida kelyapti. H kvadrat 2 ko'paytirgan 16. H teng bo'ladi 4 2 ga. Balandlik tayyor, demak S barobar A plus B taqsim 2. A plus B taqsim, ya'ni 16 plus 2 taqsim 2 ko'paytirib 4 2. Xo'p, bu 18 bo'ladi. 18 2 bo'lsa 9, 36 2 degan javob kelib chiqar ekan. 57-savol uchun. 58-savolda ham xuddi shu tartibda yuqoridagidek ishlaysiz. Demak, diagonallar perpendikulyar bo'lgan holatda to'g'riburchaklikda balandligi nimaga teng desa, ikkalasini asoslari o'rta geometriyaga teng bo'lar ekan. Qarang. Ya'ni 2 bilan 16 berilgan ekan, shuni o'rta geometriyaga teng bo'lar ekan. Bu yerda ham demak 4 bilan 9 berilgan ekan. Demak, balandlik mana yon taraf 6 ga teng deb aytib ketasiz. 4 va 9 ga ko'paytirib, ildizidan chiqarib oxiriga yetkazyapmiz. Xo'p, endigi navbat, do'stlar, 59-misolga qaraymiz. 4.25 debdi. Xo'p, balandlik tushirib olamiz. Albatta, balandlik bu yerda eng qo'l keladigan tushunchalar, do'stlar. Balandlik tushirib olamiz. Agar balandlik tushiradigan bo'lsak, mana bu 4 bo'lsa, bu yerda ham 4 bo'ladi. Bu yerda x desak, bu yerda 21 minus x bo'ladi. Shunda uchalasini yig'indisi 25 beradi.
Nimaga bu yerda ham x deb yozmadik? Yuqorida yozayotgandek-ku desangiz, bu tengyorli emas-da. Tengyorli bo'lsa, mayli x qilsak, bu yerda ham x yozgan bo'lar edik. Bu yerda hozir unaqa ishlar ketmayapti. Xo'p, h balandlik. Demak, 2 marta Pifagor aylantirib yuboramiz. Mana bu uchun bir marta Pifagor. 13 kvadrati, h kvadrat, x kvadrat. Va mana bu uchun bitta Pifagor h 21 minus x 20. 20 kvadrati, h kvadrat, 21 minus x kvadrat. Bitta ayirib yuboramiz. Ayirib yuborsak qarang nima bo'ladi. 20 ni kvadratidan 13 kvadratini ayiramiz. Hop, 21 minus x kvadratidan ayiramiz x kvadrat. Hop, 20 dan 13. 33, 7. Buni bir marta qo'sham, bir marta ayiraman. 21 minus x plus x. 21 minus x minus x. 21 ga qisqartirsak bu 7 bo'ladi, 3 bo'ladi, 11 bo'ladi. Demak, 11. 11 barobar 21 minus 2x. X'imiz teng bo'ladi 4,5 ga. 5 ga ekan, x 5 ga teng. Agar x 5 ga teng bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda balandlik 12 ga tengligini topishimiz mumkin bo'ladi. Endi yuzani hisoblash uchun hech narsa ish qolmadi. A plus b taqsim 2 ko'paytiruv h balandlik. Demak, a 25 ga teng, b 4 ga teng, taqsim 2 balandligimiz 12 ga teng. Bu bilan qisqartirsak 6, bu 29. 29 ni 6 ga ko'paytirsak 120 plus 154. Tak, 25 plus 4 12. 6 29 6 120 ga 54 ekan zo'r. 60-savol ham xuddi shunaqa savol. Buni ham xuddi yuqoridagidek ishlab chiqasiz. Xo'p, 61 bilan A B F demak. A E mana bu yerdan berigacha. Bu tengyorli emas. Bu yerdan berigacha. Nechaga teng? 12 ga teng. F da bu yerdan berigacha 15 ga teng. Hop. Yuzani hisoblang debdi. Bu ham 6 ekan mana bu. Yaxshi. Endi shu yerda bitta narsa e'tibor beramiz do'stlar. Men hozir mana bu yer mayta b desam, o'rtaga mayta b bo'ladi. Endi mana bu a bo'lsa, tak mana bu yer x bo'lsa, bu yer y bo'lsin. Xo'p, shunda nima bo'ladi? Demak, x b y. Yuzdan hisoblash qarang. X plus b plus y plus b taqsim 2 ko'paytiruv h balandlik bo'ladi. To'g'rimi? Hop, endi 12 ni hisoblaymiz. 12 nimaga teng? X plus b ga teng. 15 chi? B plus y ga teng. Shu narsa hammasi bor do'stlar. X bor, b bor, y bor, b bor. Demak, mana ikkalasi bizga to'g'ri keladi. 12 plus 15 bor. Taqsim 2. H balandligimiz ham bor 6. Qarang qanday yashirib qo'yibdi. Xo'p, 2781. 61 javob mana shu ko'rinishga keldi. Endi bu yerda ham shu ish qilamiz do'stlar. Xuddi hozirgi ish qilamiz. Mana bu uchun bitta to'g'ri burchak uchburchakni qo'llab yuboramiz. 20 12 uchun bu necha bo'ladi mana bu qismcha? 4 ga bo'lsak, demak 5 3 16. Yaxshi, endi mana bu uchun necha bo'ladi? Balandlik tushirib, mana bu tarafini hisoblasak. Xo'p, 13 mana 12 bo'ladi, chunki mana ikkalasi teng. 13 12 bo'lsa, bu 5 bo'ladi bu taraf. Yaxshi. 13 12 bo'lsa, endi hamma narsa bor do'stlar. Boya aytganimizdek, ikkita mana narsa berildi. S barobar 16 plus 5 deymiz, taqsim 2 ko'paytiruv h deymiz. Shuni S teng bo'ladi 16 plus 5 20. Tak, h'imiz 13 da, 12 da h. Mana bu 21 bo'ladi. 21 6 ko'paytirsak 126 degan javob bo'ladi. Demak, 12 javob 126 bo'ladi. Buni tayyor formulasi ham bor do'stlar. S barobar d1 kvadrati minus h kvadrat plus d2 ni kvadrat minus h kvadrat taqsim 2 ko'paytirgan h. Endi bu ortiqcha narsa-yu, ma'lumot o'rnida aytib ketyapman. Hop, hozir biza aynan shu holatda d1 bilan d2 bor. Mana bu d1,
Mana bu D2, mana bu H balandlik. Shu qo'ysak, mana shu narsani qildik-da. Mana bu bir marta Pifagorimiz, bu ikkinchi Pifagorimiz va mana bu esa balandligimiz. Hop. Bunda ham shunday. Shu bilan shug'ullansak bo'ladi. Bu ham shu boyagi ko'rinishda ishlasak bo'ladi. Demak, 65 dan ayiramiz. dan nechini ayiramiz endi? Mana hisoblasak 65 dan 16 ni ayirsak nech chiqadi mana bu? Bitta Pifagor qilib ishlab olasiz. 65 dan 16 ni ayirsak 49 chiqar ekan. Ha, bo'ldi. Ildidan chiqmaydigandek ko'rinyapti-da menga. Shuning uchun shunaqa qildim. Demak, buni oxirigacha yetkazasiz. Ildidan chiqar ekan. A si 12 ga teng. B da 16 ga teng. Hop, A da 14 ga teng. B si 6 ga teng. Hamma narsa bor, endi buni hisoblashimiz kerak bo'lar ekan. Hamma narsa berilgan do'stlar. Qanaqa hisoblaymiz endi buni? Gap shunda, biz faqat yuzdan hisoblasak, yuzdan hisoblaydigan bo'lsak, balandlikni topsak bo'ldi, boshqa masala yo'q bu yerda. Bitta balandlik bizga kerak bo'ladi. Demak, A bor bizda 14 ga teng, B 6 ga teng, taqsim 2 H. H balandligini topsak yetarli bo'ladi. Xo'p, H balandligini topishga qanaqa rejamiz bor? Balandlik tushirib olamiz. Bunga balandlik tushirib olamiz. H balandlik bo'lsa, va o'rta deylik do'stlar, mana 6 bo'lsin, mana A bo'lsin, A emas kerak, X bo'lsin, mana bu Y bo'lsin. Xo'sh, endi mana bu uchburchak uchun bitta Pifagor teoremasini qo'llab yuboraylik. 12 ni necha edi? 16 mi deb yo'q? B da nechaga teng? 16 ga teng ekan. 16 ni kvadrati barobar 6 plus x kvadrat plus h kvadrat. Xo'p, yaxshi. Endi bu uchun nima qilamiz mana bu uchun? Bu endi 12 ni kvadrati barobar 6 plus y ni kvadrat plus h kvadrat. Yaxshi. Bitta ayirib olamiz endi. 16 ni kvadrat, 12 ni kvadrat barobar h kvadratlar ketadi, 36 lar ketadi. Hop, nimalar qolar ekan demak. O'rtada 12x minus 12y va plus x kvadrat minus y kvadrat qoladi. Endi mana x plus y imiz yig'indisi nimaga teng? Uchalasini yig'indisi do'stlar, x plus y plus 6 14 ga teng. X plus y imiz esa 8 ga teng. Xo'p, yaxshi. Buni bir marta qo'shib, bir marta ayirsak, qo'shsak mana shu ko'rinishda bo'ladi. 12 ni qavsini tashqariga chiqarsak x minus y bo'ladi. Mana bu a kvadrat minus b kvadrat, x plus y o'rniga 8 yozaman, shuning uchun x minus y deb yozib ketdim mana. Demak, 4 ko'paytirga 28 barobar 20 ko'paytirga x minus y. Hop, 20 ga bo'lib yorsak, x minus y nimaga teng? 4 bilan buni qisqartirsak 5 bo'ladi. Demak, 5/6. X plus y chi 8 ga teng. Bitta qo'shib borsak, ya qo'sh shart emas ekan, qarang. Naqad keling, qo'shamiz. 2x barobar 13/6. X barobar 6/8. X 6/8. Endi bizdan nimani so'ragan? Bir narsa aytaymi? Bundan oxirigacha yetkazib qo'yish shart emas do'stlar. Bundan javob kelmasmi? Shuncha ish qildingiz, oxirigacha yetkazmaysizmi degan savol bo'ladigan bo'lsa, oxirigacha yetkazsa chiqadi javobi. Bundan qiziqroq yechimi birdan kelib qoldi. Birdan qiziqroq yechim kelib qoldi. Bir shapaloq bilan uxlatib qo'yadigan joy kelib qoldi. Xo'p, do'stlar, mana nechaga teng? Nechaga teng bu? As. 12 ga teng. Buch. Parallel ko'chiryapman shu ham 12 ga teng bo'ladi.
Endi nima bo'ldi? Endi demak bu 12 bo'lsa, mana bu ham 12 ga teng-da endi. Bu 6 bo'lsa, mana bu ham 6 ga teng. Chunki mana parallelogram. Mana bu do'stlar parallelogram. Qarama-qarshi tomonlar teng, qarama-qarshi. Endi sizlarning e'tiborlaringga mana bu yerda qaratmoqchiman. Mana bunga qaratmoqchiman. Bu uchburchakning tomonlari qanaqa uchburchak? Bitta tomon 12, bitta tomoni 16, bitta tomoni 6 ga to'g'ri 20. 12, 16, 20. To'g'ri burchak uchburchakmi bu? To'g'ri burchak uchburchak. Demak bu to'g'ri burchak uchburchak. Agar mana perpendikulyar bo'ladigan bo'lsa, do'stlar, bu ham perpendikulyar degani. Boya aytdik, perpendikulyar bo'lganda L kvadrat H kvadrat bu S barobar 1 taqsim 2 D1 D2 sinus fidan topamiz. Foydalansak bo'lar ekan. S barobar 1 taqsim 2 12 16 sinus 90 gradusda 1 ga teng yozib o'tirmadik. Buni ham qisqartiramiz 6 96. Xo'p, bu ham shundaymi? Bu ham shunday. B ga qo'shsak 10 6 8 Pifagor sonlar. 8 ni 6 ga ko'paytirib 2 ga bo'lib 24 deb. Endi tepadagidek xuddi tushunib ishlashingiz kerak bo'ladi-yu. Xo'sh. 66-savol. Teng yonli trapetsiyang yon tomoni 10 ga teng. Ikkinchi yon tomon o'rtasidan bu yon tomonga tushirilgan balandlik. Ikkinchi yon tomon o'rtasidan bu yon tomonga tushirilgan balandlik. Sakkizga teng. O'rtasidan bu yon tomonga tushgan balandlik. Xo'p, trapetsiya yuzi nimaga teng debdi? Trapetsiya yuzi shu 80 ni 10 ko'paytirganimizga teng bo'ladi 80. Balandlik vazifasida kelyapti bu. Endi buni isbotlashimiz kerak bo'ladi, do'stlar. O'tkazib olamiz. Bunga ham o'tkazib olamiz. O'rtasi edi-ku boya. Mana bu o'rtasi 5-5 lik joy-ku bu. Yuqorida ham qaragandik. O'sha holat yana takrorlanyapti. Endi isbotida bu. Mana bu uchburchagimiz. Ko'k uchburchak bilan ko'k uchburchak bilan hop, qanaqa rang bo'lsin? Sariq bo'lsin mayli. Sariq rang, sariq chiqmayapti. Ha, mana shu rang. Uchburchak teng edi yuzasi. Ikkita ko'k uchburchak bilan, ikkita kichkina ko'k uchburchak yuzasi bilan o'rtada mana pushti rangdagi uchburchak yuzasi teng bo'ladi. Endi bu pushti rangdagi 8 ko'paytirgan 10 taqsim 2, ya'ni 40 bo'ladi. Mana bu ikkitasiniki S1 S2 yig'in desa ham 40 bo'ladi. Umumiy hisobda trapetsiya yuzi 80 bo'ladi. Ya'ni shuning uchun 8 ko'paytirgan 10 deb qo'ysak ham bo'laveradi. Xo'p, keyingi savol 66-savol bo'ladi. 67-savol. ABCD trapetsiyaning AC va BD diagonallar O nuqtada kesishadi. Hop, ABCD trapetsiyaning AC va BD diagonallari O nuqtada kesishadi.
Demak, AOD to'rga tepada ekan bu. Mayli, to'r tepa, past 16. Trapetsiya yuzini toping. Mana ikkita S yuzasini hisoblaymiz. Yuqorida qaradik. Buni sizga qoldirdik. 175 ga teng bo'lgan ABCD trapetsiyaning asoslari, demak, A da asos katta asos ekan. 3x ekan. BC asosi 2x ekan. Trapetsiya diagonal kesishda hosil bo'lgan 4 burchak yuzlarini hisoblang. Trapetsiyaning diagonallari kesishidan hosil bo'lgan 4 ta uchburchak yuzlarini toping. Nisbati topish. -hmm. 175 deyildi. Demak, bu S1 bo'lsa, bu S2 bo'lsa, mana bu SS edi. Hop, S1 bilan S2 yig'in nisbati 2x bilan 3x ni kvadratiga teng. S1 S2 teng bo'ladi. 4 u 9 mi? Kvadratga qo'shsak, x ni qisqartirsak, deylik buni 4 deb turaylik. Mana buni 4 deb turaylik. Bu 9 a. Shunda bu s lar nimaga teng bo'ladi? Ikkalasini 4a bilan 9a ni ko'paytmasligi. 6a bo'ladi. Demak, mana yon tomonlar 6a bo'ladi. Demak, 4 talasini yig'in desa 25a. Demak, a teng 3 ga. Demak, 18 buni yuzi 27, tepaniki 12. Buniki 18. 12, 18, 27, 18. Hop, 69 asoslari 6 va 4 ga teng bo'lgan teng yonli trapetsiyaning diagonal o'zaro perpendikulyar trapetsiya yuzasini hisoblang. Demak, diagonallar perpendikulyar bo'lganda mana bu formuladan foydalansak bo'lar edi. A bor ekan bizda 6 ga teng, B 14 ga teng. Bu yoqni hisoblab qo'yasiz. Diagonallar perpendikulyar bo'lgan to'g'ri burchakli trapetsiya buning ham yuzasi bor edi. A plus B taqsim 2 o'rtasida AB deb yuqorida o'rgandik. Demak, A bunga teng, B 8 ga teng. O'rniga qo'yib hisoblab qo'yasiz. Trapetsiyaning asoslari 8 va 12 ga teng. Trapetsiya o'rta chizig'i uni yuzini qanday nisbatda bo'ladi? Xo'p. Demak, asoslari 8 bo'lsa, 12 bo'lsa, o'rta chiziq 10 ga teng bo'ladi. Ya'ni 8 ga 12 ni qo'shib 2 ga bo'lamiz. Shunda 10 chiqadi. Endi mana tepadagi trapetsiyamiz yuzi S1, pastdagi S2 bo'ladi. Balandlik tushirsak, tepaniki H, pastdagi ham H. Xo'sh, ketdik. Demak, trapetsiyaning o'rta chizig'i uning yuzini qanday bo'ladi? O'rta chiziq do'stlar balandlikni ham, diagonalni ham hamma narsani teng 2 ga bo'ladi. Shuni inobatga olishimiz kerak bo'ladi bu yerda. S1 da S2 ga bo'lishimiz kerak bo'lar ekan. Xo'p, S1 S2 bo'lsak, 8 qo'shilgan 10 taqsim 2 ko'paytiruv H. Ya'ni mana bu trapetsiya uchun yuza asoslar yig'indisining yarmi, ya'ni 8 bilan 10 ko'paytiramiz H ga. Pastdagi uchun esa, pastdagi yashil uchun endi 10 ni qo'shamiz 12 ga, bo'lamiz 2 ko'paytirib H. Qisqartirsak tepa 18, past 22, 9 taqsim 11. Xo'p, 73-savol. 72-savol. O'rta chiziq 20 ga teng, trapetsiya yuzi 3/5 nisbatda bo'ladi. Trapetsiya asoslarini toping degan. Endi hozirgini teskarisi ekan endi. Hozirgini teskarisi. Qanday nisbatda bo'ladi degan savolga endi javob berib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Trapetsiya o'rta chiziq 20 ga teng, L 20 ga teng ekan. O'rta chiziq 20 ga teng ekan, mana A ekan, mana B ekan. Mana balandligi H. Berdan bergacha H, tepasi ham H. Demak, trapetsiya yuzidan 3/5 nisbatda bo'ladi debdi. Tepadagi uchun esa bitta A ni 20 ga qo'shib 2 ga bo'lib H ga ko'paytiramiz. Keyin B ni 20 ga qo'shib 2 ga bo'lib H ko'paytiramiz. Qisqartirsak, bitta proporsiya qo'ysak 3B 60, 5A 100. Endi 3B minus 5A barobar 40. A plus B o'zi nimaga teng edi? Bu ham 40 ga tengmidi?
Bu ham 40 ga teng edi. Qo'y. Tak. Pastda deylik 5 ko'paytirib yuboramizda. Qo'shib A bilan sistemada endi bu yog'i. 3A minus 5 tak 3B minus 5A barobar 40. 5A plus 5B barobar 200. Qo'shib yuboradigan bo'lsak 8B barobar 240. B barobar 30. B 30 bo'lsa A 10 ga teng. Nimani so'raganda? Asoslarini 10 ga 30. Xo'p, keyingi savolda ABC trapetsiyaning AB yon tomoni yetmish 73-savolda trapetsiya berilgan. Demak, trapetsiya berilgan. ABCD trapetsiyaning AB yon tomoni 6 ga teng. AB yon tomoni 6 ga teng. C va D uchlaridan bu tomonlargacha bo'lgan masofalar C uchidan 7 ekan, perpendikulyar bo'ladi bu. Va endi D uchidan ham tushirsak, bu ham perpendikulyar bo'ladi. Men mana bu tomonni davomiga tushishi tushuntiribmiz. Mana bu tomonning davomiga tushadi. Bu yerda endi to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'lishini buni ham ko'rib turibmiz. Demak, mana bu 7, mana bu 3. Hop, o'rta chiziq nima bo'ladi? Mana bu to'g'ri burchakli trapetsiyani A, B, C, D, mana F bo'lsa mayli. O'rta chizig'i demak mana bunga teng. O'rtadan chiqadi va bu yerga perpendikulyar bo'ladi shu tomonga. Bu ayni paytda 5 ga teng bo'ladi. 3 bilan 7 ni o'rta arifmetikida 5 bo'ladi. Endi trapetsiyaning o'rtasidan chiqqan trapetsiyaning yon tomon o'rtasidan chiqqan va qarama-qarshi yon tomoniga perpendikulyar tushgan kesma. Yuqoridan qaradik bunga oid savol. 6 ga 5 ko'paytirsak trapetsiyaning yuzasini berar edi. Buni quyidagicha ta'riflagan edik. O'rtasiga tushsa, o'rtasi bo'ladigan bo'lsa, mana bu uchburchagimiz yuzasi, o'rtadagi uchburchak yuzasi ikkita chekkadagi uchburchak, mana ikkita chekkadagi uchburchak yuzasiga teng. Yuzasi yig'indisiga teng degandik. Demak, o'rtaniki 15 ekan hozir yuzasi, ikkita chekkaniki ham 15. Demak, 30 ni beradi. Ya'ni 6 ko'paytirib 5 desak ham bo'ladi. Diagonallari 17 va 10 ga teng balandligi 8 bo'lgan trapetsiyani yuzasini toping. S barobar D1 minus H plus D kvadrat minus H taqsim 2 ko'paytiruv H dan foydalansak bo'ladi. Demak, 17 bilan 8 kvadratidan 15 chiqadi. Ildizdan. 10 bilan 8 dan 6 chiqadi. Taqsim 2 ko'paytiruv 8. Xo'p, bu 21 ko'paytirgan to'g'ri 84. Endi keyingisi teng yonli trapetsiyaning diagonali asosi bilan alfa burchak tashkil qiladi. Agar trapetsiyaning balandligi h ga teng bo'lsa, trapetsiya yuzini toping. Mana bu o'rta chiziqqa teng mana bu uzunlik. Demak, h taqsim L tangens alfani beradi. Demak, L teng bo'ladi h taqsim tangens alfa. Yuzasi S barobar o'rta chiziqning balandlik ko'paytmasiga teng. Demak, h kvadrat taqsim tangens alfa yoki h kvadrat k tangens alfa desak ham tushadi. Trapetsiyaning diagonallari 15 va 13. Asoslar yig'indisi esa 14. Demak, mana diagonal 15 ekan, bunisiniki 13 ekan. 15 bo'lsa bu 13. Asoslar yig'indisi esa 14 ekan. Parallel ko'chiramiz. Mana shu 15 parallel ko'chiramiz, 15 deb yozamiz. Endi mana bu uchburchakka e'tibor qaratamiz. 15 13 asoslar yig'indisi. Mana bu uzunlik A bo'lsa, bu ham A bo'lishi shart. Parallelogram chunki mana bu shaklimiz parallelogram bo'lishi kerak. Parallelogram bo'ladi aniqrog'i. Bu B.
asoslar yig'indisi bizga hozir a plus b 14 deb aytilgan. Demak, uchburchagimiz qanaqa uchburchak bo'ldi desa, bu mashhur uchburchak bo'ldi. 15, 13, 14. Yuzasini bilamiz, 84 ga tengligini, yarim perimetr. Yarim perimetr 15, 13, 14 qo'shib 2 ga bo'lsak 21 chiqadi. Geron formulasidan hisoblasak p minus a, p minus b, p minus c. Shuni hisoblab chiqsak, demak 84 chiqadi. 21, 21 dan 15 ayiramiz 6. 14 olamiz 7 va 8. Javobi 84 chiqadi bu. Mana shu trapetsiya yuzasini hisoblang deb savol bergan ekan. Endi mana shu qora trapetsiya, mana qora uchburchagimiz yuzasi, qora uchburchagimiz yuzasi mana trapetsiya pushti, mana bu trapetsiyamiz yuzasiga teng bo'ladi. Chunki qora uchburchakning yuzasi ham a plus b taqsim h taqsim 2 bo'lyapti. Trapetsiyaning yuzasi shu. Hop, asoslar a va b ga teng bo'lgan trapetsiyaning katta asosiga yopishgan burchaklari 30 va 60. Trapetsiya yuzasini toping. Asoslar a va b. Trapetsiyaning yuzasini hisoblang. Mazmunda savol berilgan ekan. Hop, endi bu yerdan dastavval qiladigan ishimiz, uchburchak to'g'ri burchakli uchburchak bo'lsin, to'ldirib yuborsak 30 60 bo'lgani uchun, demak mana bu ham 30 bo'ladi, bu ham 60 bo'ladi. 30 gradus burchak qarshisidagi katet gipotenuza yarmiga teng. Mana bu uzunlik b taqsim 2 ga teng, mana bu uzunlik b taqsim 2 ga teng. Bu uzunligi esa bu yerdan bu yergacha. Mana bu yerdan bu yergacha uzunligi esa bitta to'rt chiziq bo'ladi bu. Bu a taqsim 2 ga teng. Gipotenuzamiz chunki a da. Demak, mana bu qismcha a taqsim 2 minus b taqsim 2 ga tengligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yaxshi, yon tomon topib oldik. Endi balandlik tushirib olsak, balandlik tushirsak, mana yana 30 gradus bo'ladi. 30 gradus bu uzunlik nimaga teng desa, gipotenuzaning yarmiga teng. Endi a minus b taqsim 4 bo'ladi endi bu. H nimaga teng desa, H ham topish muammo bo'lmaydi. Demak, H taqsim a minus b taqsim 2 bu shu sin 60 gradusni beradi. H teng bo'ladi, sin 60 gradus bo'lsa a minus b taqsim ildosida 3 4 ekan. Demak, o'rtacha chiziq hisoblaymiz. A plus b taqsim 2 ko'paytirilgan a minus b ildosida 3 taqsim 4. Shunda ildosida 3 taqsim 8 a kvadrat minus b kvadratga to'g'ri kelar ekan. Navbatdagi savolga qaraymiz. 80-savol. 78-savol. Tak. Trapetsiyaning asoslari 8 va 12. Trapetsiyaning diagonallar kesish nuqtasidan o'tuvchi asoslariga parallel chiziq trapetsiya yuzini qanday nisbatda bo'ladi? Kesish nuqtasidan o'tuvchi mana bu. Yaxshi, demak birinchi bu x formulasi, x ni topib olamiz. X formulasi a b taqsim a plus b formadan foydalanamiz. Ya'ni 8 ko'paytirgan 12 taqsim 8 plus 8 ko'paytirgan 12 taqsim 20. 4 ga qisqartirsak bu yerda 5, bu yerda 2 bo'ladi. Demak 24 taqsim 5 bo'lar ekan. Endi yuzani qanday hisoblaymiz? Endi bu tarafi ham borda, endi bu tarafi ham uzunlik x da, demak 2x bo'ladi. 2x bitta masala nima qoldi? Masala do'stlar balandligini taqsimini qilib olishimiz kerak bo'ladi. Mana balandlik. Bu yerdan bu yergacha balandlik qanday? Bu yerdan bu yergacha balandlik qanday? Shuni hal qilishimiz kerak bo'ladi mana bu yer. Bitta balandligi nimaga teng? Bu balandligi nimaga teng? Shuni ajratib olsak bo'ldi. Xo'p, bu 8 bo'lsa, bu 12 bo'lsa, demak balandlik ham shu nisbati teng bo'lishi kerak. Demak 8 12 ga bo'lsam, 8 12 ga bo'lsam balandligining nisbati ham teng bo'lishi kerak. Shunda bu 4 ga qisqartirsam 2 taqsim 3 mi? Demak tepa 2h bo'lsa, past 3h bo'ladi. Yaxshi. Ketdik endi yuzasini bemalol hisoblab olamiz. S1 taqsim S2. Tepadagi trapetsiyamizni hisoblab olamiz.
8 plus endi 2x midi? 2x nimaga teng? 48 taqsim 5, 48 taqsim 5 taqsim 2 ko'paytiruv balandligimiz 2h. Xo'p, buniki 12 plus 48 taqsim 5 taqsim 2 2h emas, endi 3h bo'ladi. Ikkilar hlar qisqartirib yuborsak, endi necha bo'ladi bu? 40 bo'ladi, 88 taqsim 5 ko'paytiruv 2, buniki 60 bo'lsa 108 mi? Tak 60 108 taqsim 5 ko'paytiruv 3. 5 bilan qisqartiramiz. 88 ni nechaga? 4 ga qisqartirsak bo'ladimi? 2 ga. 2 ga qisqartirsak. Hop, 44 bo'ladi bu. 4 ga qisqartirsak bo'lar ekan. 4 ga qisqartirsak bu 27 bo'ladi adashmasam. Bu 22 bo'ladi. Demak, tepa 44 bo'ldi, past 81 bo'ldi. 44 taqsim 81. Trapetsiyaning asoslari 8 va 12 ga. Asoslariga parallel trapetsiya yuzini teng 2 ga bo'luvchi to'g'ri chiziq trapetsiya ichidagi qism uzunligini toping. Demak, trapetsiya yuzasini teng 2 ga bo'luvchi kesma uzunligi bu ham S, bu ham S. Yuzasini teng 2 ga. Asoslari 8 va 12 debdi. Endi bu MN kesma bo'ladi. MN kesma uzunligi bu tayyor formulasi bor. A kvadrat plus B kvadrat taqsim 2 degan. Shundan foydalansak bo'ladi. 8 kvadrat 12 kvadrat taqsim 2 bo'lsa, 8 kvadrat necha bo'lsa endi? 12 kvadrati 64 plus 44 taqsim 2 bo'lsa 32 plus 72 barobar 108. 108 dan 104 ekan. 104. Xo'p, endi formulasi qanaqa bo'ladi desiz? Formulasini keltirish shart emas, bizga misol ishlanishi kerak. Qisqa formulasi shu. 12 bet S bu 8. To'ldiramiz mana bu uchburchakka. Demak, 8 12 bo'lsa, 12 8 bo'lsak, 4 ga qisqartirsak tepa 3 past 2 bo'ladi. Demak, katta uchburchagimizning yuzasi, mana katta uchburchagimiz yuzasi 3s ga teng ekan. 3s ga teng katta uchburchagimiz yuzasi. Hop. 3s emas, uzr. Chunki S1 taqsim S2, A1 taqsim A2 ni kvadrat edi. 3s emas, uzr. 9 taqsim 4 demak, katta uchburchagimiz yuzasi 9 ga teng ekan. 9. Shunda mana bu yerga kichkinasiniki 4s bo'lsa, kichkinasiniki 4s mana yuzasi, kattasiniki 9s bo'lsa, buni teng bo'lib olish kerak. 2,5 s deylik. S emas, 2,5 s deylik. Shunda to'g'ri kelar ekan. Hop, endi mana uzunlikni hisoblash uchun x deymiz. X ni 8 ga bo'lamiz, kvadratga oshiramiz, teng bo'ladi. X ni yuzi nimaga teng edi? X 2,5 s ga 6,5 s taqsim 4s. Demak, endi bu yerdan x ni topsak, s lar qisqarib ketadi. X kvadrat teng bo'ladi shu. X kvadrat teng bo'ladi. Tak x kvadrat teng emas. Ildiz olamiz. X taqsim 8. 2 ko'paytirsak tepa 13 taqsim 8. Ildosida. X teng bo'ladi. Hop. 8 ni ichkari olib ko'rsak, 13 ko'paytirgan 8 kvadrati taqsim 8, 8 ga qisqarib ketib, 13 ga 8 ga bo'lsa, shu 104 degan javob kelib chiqadi. Endi ishlanish mana shunaqa. Qisqa formulasi esa mana bu. Kimga qisqa formulasi ma'qul, kimga ishlanishi. Xo'p. Endi keyingi savol, trapetsiyaning asoslari 6 va 16. Asoslariga parallel trapetsiya yuzini asosdan boshlab hisoblangan 3,2. Asosdan boshlab hisoblangan 3,2. Demak, tepa 2s ekan, past 3s ekan. To'g'ri chiziqni trapetsiya ichidagi qism uzunligini toping debdi. Mana buni toping degan. X yuqoridagidek ishlab ketamiz buni ham do'stlar. Uchburchakka to'ldirib olamiz. Demak, 16 ni 6 ga bo'lsak, bu 8 taqsim 3 bo'ladi. Demak, S1 taqsim S2, A1 taqsim A2 ni kvadrati bo'ladi. Shunda bu 8 taqsim 3 bo'lsa, 64 taqsim 9 bo'ladi. Demak, tepamiz 9s bo'lsa, pastimiz bu demak 64 dan 9 ga ayirsak necha bo'lar ekan? 55 bo'larmikin? 55. 55 endi
2 nisbatda bo'lishimiz kerak. 2s taqsim 3s nisbatda bo'lishimiz kerak. 55 2 3 nisbatda bo'lsak necha bo'ladi? 22 33 mi? Shunaqa yozib olamiz. 22s u 33s deb yozib olamiz. Yaxshi, endi x mana x ni topib olamiz. Bitta yana x ni 6 ga bo'laman, teng bo'ladi. Buni kvadrati aniqrog'i teng bo'ladi 100s. Demak, x tasarruf qilib turgan yuza 22 ga 9 ni qo'shaman, 31. Buniki esa 9 o'zi. Kvadrat ildizi berib yuboradigan bo'lsak, x taqsim 6 barobar ildizi 31 taqsim 3 bo'ladi. Xo'p, qisqartiradigan bo'lsak, bu 2, ya'ni 2 ildizi 31 degan javob kelib chiqar ekan. 160 ABC trapetsiyasining AB va CD yon tomonlari mos ravishda 16 va 20. AB va CD 16 va 20. BC kichik asosi 4 ga teng. CDA burchak bisektrisasi. CDA burchak bisektrisasi. Mana alfa bo'lsa, bu ham alfa bo'lishi kerak. Ichki almashuvchi burchak ko'rib, bu ham alfa bo'lishi shart. CDA burchak bisektrisasi AB tomon o'rtasidan xato oxiriga cho'qmabman-ku. AB tomonning o'rtasidan o'tadi mana bu. Alfa bo'lsa, bu ham alfa bo'ladi. O'rtasi bo'lsa 8 u 8 bo'ladi. Mana shunaqa. Xo'sh. Trapetsiya yuzasini hisoblang. Endi Biz hozir bitta mana qo'shimcha o'rtasi o'tsa asosga parallel o'tkazamiz. Bet asoslari biz kichik asos 4 ga teng deyilgan ekan. Xo'sh. Alfa bo'lgani uchun mana buni ham alfa desak bo'ladi. O'rtasi bo'lganligi uchun bu 10 bo'lsa, bu ham 10 bo'ladi. Hozir mana bu ham 10 ga teng. Chunki teng yo'lchi burchak ekanda bu. Xo'sh, 10 10 ni topib oldik. Demak, bu o'rta chiziq 10 bo'lsa, ikkinchi tomon ham tayyorda bu. Bu tomon necha bo'lsa, 16 bo'lsa ekan. 16 ga 4 qo'shsak 20, 2 bo'lsak 10. O'rta chiziq 10 ga teng. Masala yo'q. Xo'sh. 3 ta tomoni ham bor, endi trapetsiya yuzasi, 4 ta tomoni ham bor, endi trapetsiya yuzasini hisoblab qo'ysak yetarli bo'ladi. Yoki yana nimadir qiziqroq yo'li bormi? Xo'sh. Boshqa qiziqroq yo'li yo'q shekilli. Ha, mayli. Yuqorida bu savollar, bunaqa turdagi savollar qarab o'tdik. Tak, nima dedik buni? Ketdik. Demak, bu tomon 4, bu tomon 16, bu tomon 20, bu tomon 16. Teng yo'li. Teng yo'li 3 burchak ekan. Yaxshi, teng yo'li 3 burchak.
Balandlikni tushiramiz. Tak, mana bu yer 4 bo'lsa, bet x bo'lsa, bet 12 minus x. Bu h, bu h. 2 bat Pifagor aylantirib yuborsak, 16 ni kvadrati x kvadrat h kvadrat. Hop 20 ni kvadrati h kvadrat 12 minus x kvadrat. Tayyorib boradigan bo'lsak 20 ni kvadrat 16 ni kvadrat barobar 12 minus x kvadrat minus x kvadrat. Hop bu endi 4 36. Buni hisoblasak 144 minus 24x. Tamam. Endi 24 ga bo'lib yuboriladigan bo'lsa, bu necha bo'ladi 24 ga bo'lib yuborilsa? 12 plus 2. Buni 3 qoladi, bundan 2 qoladi, 6 bo'lar ekan. Bu 26 bo'ladi bu ham. Minus x. X Tak, nolga teng bo'lib qoldi. To'g'ri burchak burchak bo'lyapti deganim endi bu. To'g'ri burchakli trapetsiya bo'lyapti degan. Bu 16 bo'lsa, bu ham 16 bo'lyapti. 4 bo'lyapti. Demak, x 0 chiqqanining sababi shuda endi. Mana bu yo'q degan, bu yo'q degan bo'lsa, demak mana o'zi 16 ga teng degani. Hop, bu holda yuzasi 4 ga 16 ni qo'shib 2 ga bo'lib, balandligi necha bo'ladi endi? 16 ni o'zi bo'ladi-da. Tak, 20 buni olib ketsa 8 160. 82-savol. 82-savol. Apsida trapetsiyaning katta asosi kichik asosidan 2 marta katta. Yon tomonini katta asosi 3 dan boshlab hisoblaganda m n nisbatda bo'ladi. Trapetsiya asoslariga parallel kesma yon tomonini katta asos 3 dan boshlab hisoblaganda m a n a deylik. Bu chiziq trapetsiya uchun qanday bo'ladi? Hop, endi bu ham yuqorida qaragan usullarimiz bilan bir xil ekan. Misollarimiz bilan aynan bir xil. Shuning uchun unga ham to'xtalib o'tib ketamiz. Ketdik. Demak, bundan bir yordamchi mana chiziqlarni tortib olamiz. Balandlik uchun bu. Demak, mana bu nisbati qanday bo'lsa, bu yerda ham xuddi shu nisbat bo'ladi. Bu Fales Bobovning teoremasiga ko'ra. Demak, buni biz b deb turaylik. Nisbat x ni b ga qo'shib 2 ga bo'lsam hamda nh paydo bo'ladi. H ga nisbati yuzani keyingisi 2x ni b ga qo'shib 2 ga bo'lsam mh bo'ladi. Hlar ketadi, 2 lar ketadi. X plus b n hamda 2x plus b m bo'lyapti. Endi bitta x ni topib kelsak bo'ldi. X ni topish x ni topish mana buni davom ettiramiz. Bir ham davom ettiramiz. Hop, x 2x bo'lsa tepa m plus n a bo'ladi. Endi mana bu ikkalasi yig'indisi. Chunki o'rta chiziq vazifasida kelyapti-da bu. 2x x bo'lgani uchun o'rta chiziq vazifasida kelyapti. S1 bilan S2 nisbati so'ralgan ekan. Demak, o'zi mana S bo'lsa yuzasi tepaniki, past 3s bo'ladi-da. Past yuzasi 3s bo'ladi. Xo'sh.
Endi x ni b ga nisbati teng bo'ladi m plus n a ni ikkalasini qo'shganimiz m plus 2n bo'ladi. Nisbatiga teng. Xo'p, yaxshi. Endi tepani ham pastni ham mana bu yerda tenglikda ikkalasini ham b ga bo'lib o'ramiz. b ga bo'lsak nima chiqadi qarang. X ni b ga bo'lganmiz. M plus n, m plus 2n plus 1 qoladi. Bu yerda n qoladi. Pastda esa buni ham b ga bo'lib o'rsak x taqsim b bo'ladi. 2m plus n taqsim endi b ga bo'lsak m plus 2n plus 1 qoladi va m barobar umumiy maxraj berib olamiz. Undan umumiy maxraj 2m 3n m plus 2n pas 2m ise 3m 4n pas m plus 2n beta m bo'lsa beta n. Bu bilan bu qisqartirib bo'lsak javobimiz 2mn plus 3n kvadrat 3mn plus 4mn